Podkast biza bilan Abdurahmon aka, Abdurahmon kripto, to'g'rimi? Instagramda. Meni ham otim Abdurahmon, adashimiz ekan, adashib ekanmiz. Bugun bizning suhbatimiz, asosiy suhbat bu trading. Bilmayman hozircha, bilasizmi? Har qadamda trading. Men mashaq qilsam ham trading. Bu yoqqa qarsam ham trading. Hamma yoqda trading. Bu qanaqadir oson, tez, qanaqadir mana shunaqa bo'lib qoldi, oson, tez va risksiz как будто бы soqqa topish yo'llari. O'rgatish. Endi o'zi asosida, negizida soqqa topishku, to'g'rimi? Soqqa topish. Bu даже yosh tanlamayapti-da. Men chunki ko'ryapman, kattalar ham qiziqyapti. Bir 35-40 yoshli akalar ham qiziqyapti, trading qilaman. Bilmayman, o'zi aslida ishini tashlab turib, mana shu narsa tradingda qiziqaman deyapti. Bu nima? Bunga sabab nima? O'zi bu trading oldindan bormadi yoki sekin-sekin o'sish kerak bo'lgan narsa birdaniga mana 2021-22 o'sib ketdimi? Nima bo'ldi? Mana shu narsani sal tushuncha bering. Da, okey, qarangda. Prosta bu narsa bo'lgan. Trading bu все равно juda ham qadimiy narsa. То есть olib sotib, boshdan Amerika, boshqa Yaponiya полностью bor narsa. Bizga kirib kelishi, endi SNGga kirib kelishi deymizmi? Pul bor joyda, znaniy kam joyda skam bo'ladi. Aldash, boshqa. Boshida bo'ladi. Odamlar boshida bunga ishonmasdi. Esingizda bo'lsa, что 1-2 yil shubhali qaraydi. Hozir ko'ryapti, уже informatsiya olyapti. Zarubejniy informatsiyani olyapti, уже ishonish boshlanyapti bu narsalarga полностью. Bularni endi ishonish boshlanyapti, bu sohaga ishonish boshlanyapti, lekin sohani kadrlar deymiz-ku, bizda faqat kadrlar bilan muammo. Sohani kadrlari 90% danilmaydi, kadr desak ham endi bularni xato. То есть o'sha shug'ullanayotganlar 90-95% deymiz endi. 99% deymiz endi. Statistikani to'g'ri bilmayman, lekin ko'p, juda ham ko'pi bu sohada kirib hech narsa qilib bilmagan oson yo'lini topgan. Ya'ni nima? Ko'ryapti, borib o'qiyapti, pul beryapti-ku. Tushunyapti, o'sha inson pul ishlayapti. O'zim ham qaytib o'sha pulni olay deb, yana o'zi ham o'qitishni boshlayapti. То есть sen kidat qildingmi, men ham boshqa kishini kidat qilaman. То есть o'rtada qolishni xohlamayapti. Kimdir конечно itog'da o'zi stradat qilishni xohlamaydi-yu, boshlanadi что sotishlar, bir hafta o'rgataman, уже marketing, keyin bozor qisilib kelaveradi, keyin marketing usullari ham ko'payaveradi. Bittasi 10 kunda o'rgataman, bittasi 7 kunda уже gonka. Xuddi IELTSga o'xshab turib, bir oy ichida 7,5 IELTS, to'g'rimi? Masalan. Da, chala. Men tushundim nimaga olib kelayotganingizni, men tushundim. Bu ekspertlarga ko'proq tosh otildi hozir. Ekspert format mo'chmada. Bitta narsaki, keyin o'zi biznes tarafdan ham O'zbekistonda masalan pul bormi yo'q, endi meni ko'zim bilan baribir pul bor. Insonlar masalan hozirgi vaqtda mashina biznesi tushib ketdi. Boshqa biznesga tushib ketdi, baribir pul оборотda bo'lib turishi kerak-ku. Insonlar yosh katta deyotganlaringiz. Pulni tiqishni xohlaydi-da. Оборот bo'lishni xohlaydi. Ular treyderlarni o'zi qidiradi. Masalan, men oldimga juda ham ko'p kishi keladi. $50,000 berganman, $100,000 berganman оборот qilish uchun, treyderga ishongan, boshqa qilgan. Meni o'zimni oldimga ham o'sha mashina furoshlar $500,000, $1 million bilan kelgan. Aka оборот qilaylik, aylantiraylik. Siz masalan siz unga dohod qilib berasiz, no 15-20% o'tirasiz masalan dohodidan. Lekin men biror marta investitsiya olmaganman. Nima uchun? Chunki ko'pincha tradingda psixologiya samый ключевой faktorda, samый ko'p tarafi psixologiya. O'sha uchun men o'zim birinchi o'zimni izchot qilganman. Qanaqa insonman? Masalan, siz bilan gaplashganda aytgandim, что 5,000 qarz bo'lsam ham uyqum kelmaydi o'zi meni. Qanaqadir katta ответственность yuklab qo'ysam, mas'uliyat yuklab qo'ysam, уже men o'zimdagi, то есть bor potensial bilan ishlab bilmayman. O'sha uchun hurmatli yo'lovchilar, iltimos ushbu reklamada ma'noni emas, balki aviasales.uz saytidan arzon aviachiptalarni izlang. aviasales.uz arzon aviachiptalarni xarid qilish xizmati. Yengil ishlamaysiz, tushundingmi? Короче, har doim, masalan, qanday riskovый token bor deylik, просто qanday random riskovый сделка bor deylik, tilla olish mumkin deysiz-da. Lekin oliymi, olmaymi deb shubhalanib o'tirasiz masalan. Da, chunki bir kishining pulida men shunaqa. Endi kimdir masalan bor, $5 million qarz bo'lsa ham spokойно yotadi. Men unaqa emas. O'sha uchun men o'zimni bilib olmaganman pul. O'zim
ishonganman. Endi qanaqadir boshqa xil faktorlar ham bor. Men shunaqa ishonaman, что masalan menga bir kishi $500,000 предлагать qilib kelyapti. Уже men $500,000 eshitdim. Уже ha desam, bilaman o'zi. Bilaman shuni. Ha desam, уже menga keladi. No buni meni prinsiplarimga to'g'ri kelmayapti. Lekin bu kolokolchik deb bilaman. Что Xudo menga $500,000 kelishini aytayapti. No qanaqa qilib olish? Bu meni o'zimning xohishim. То есть hozir korotkий сразу olsam bo'ladi. No kutishim mumkin. Shunaqa yo'llari bo'lgan, endi fantastikada tuyulishi mumkin, lekin kelgan o'sha pullar menga. O'zimniki bo'lib kelgan. O'zimni направлениемdan kelgan o'sha pullar. Oilam tomonidan, boshqa biznesim tomonidan o'sha pullar kelgan. Не только men faqat trading bilan shug'ullangan, biznes boshqa tomonlardan shug'ullangan, o'sha tomondan kelgan. No o'zimni собственный pulim bilan shug'ullanaman. Hech qachon biron kishidan masalan investitsiya olgan inson emasman, shu paytgacha. Men bilaman, shu pul kerak bo'lishi kelishi aniq bo'lsa, rizqingiz har xil yo'ldan keladi. Vыбор sizda qoladi, qaysi yo'ldan olish. Mashinalik qilib olish mumkin, halol yo'l bilan olish mumkin. То есть vыбор sizda. O'sha uchun shu pul kelish kerakmi? O'zimga kelsin. Men kimdandir $1 million ishlamay, $1 milliard ishlamay, o'zimning pulimni ishlay, spokойный. Ertalab 11 gacha yotib, mazza qilib, turib, bolalarim bilan o'ynab, xayollarda undan unga $5,000 berish kerak, unga $500,000 berish kerak, shunaqa narsalar bo'lmaslik uchun. Основно yoshlarda bu narsa yo'q. Hozirgi vaqtdagi yoshlarda ular короче любой kelsa, "Oke, $1 million qilib beraman" deydi, to'g'rimi? Bang deydi. Go deydi. Testosteron. Keyin qaraysiz, pikda. Unaqa. Tupoyda уже olaveradi pulni. Keyin oxirida nima bo'ladi? Qochishlar boshlanadi. Uyga odamlar boraveradi, keyin avtomatik заграница qochadi, boshqa qiladi. То есть уже o'zini borib tupiga tiqaveradi. Dальше bittasini olib, bittasiga yopadi, xotirjamlik yo'qoladi. Da, xotirjamlik yo'qoladi. O'sha uchun yoshlarda aslında shu problema, что olaveradi. Hozir Instagram scroll qilsangiz, birinchi chiqadigan trading. Yana scroll qilsangiz trading. Bitta mashina oladi, 35 marta o'sha mashinani aylantiradi. 45 marta. Men topa oldim, nimaga siz topa olmaysiz? Faqat shu gap. O'zi kim hozir hamma mashina meni biladi-yu, hamma mashina bor. Hozir istasangiz borasiz, boshlang'ich to'lovsiz ham beryapti mashinani. Yoki rentkar. Da. Rentkar endi hozirgi vaqtda rentkar ham kerak emas-da, уже borasiz, boshlang'ich to'lovni bermasangiz ham berib yuboradi-da mashinani. Так что mashina bilan endi men o'zimning xalqimizga aytaman-da, что shu narsaga qarab uchmaylar demoqchisizda. Mashina bilan bo'lsa, masalan, реальный такой mashinalar bilan qilish kerak-da. Logika bilan ishlash kerak. Endi u bitta prostoy mashinani, yili eski mashinani olib chiqib qanaqadir o'qisa endi уже o'zimizda ham ayb, уже odamlarda ham endi ayb. Ishonkesh. O'zida ham ayb. Qarang, Abdurahmon aka, mana siz aytyapsiz-ku, men birovlarni pulini olmayman. To'g'rimi? Da. No, meni tanishlarim bor-da, mana shu narsani shug'ullangan o'tida, lekin asosiy muammo pul olganingizdan keyin, masalan, siz trade qilish bilasizda, psixologiyani bilasiz, risk olish bilasiz, risk takersizda. Lekin bu odamlar riskovanniy emasda, tushunyapsizmi? Sizga hozir summani beradi, undoq qaraydi, hech 100 ming beruvdim-da, bu 70 ming bo'lib qoldi, gapiradi, tushundingizmi? Уже to'g'ri aytadi-da. Уже давай meni pulimni qaytarib ber, men senga ishonmayapman deb boshlaydi, tushunyapsizmi? Yo'q, to'g'ri, chunki da, investorlar bu narsaga tayyor emas hali. Absolutно, da. Bizga berishadi, pul kimdirga berishadi, men shunaqa оборот qilib beraman, foyda beraman deydi, besabr bo'ladi. Xuddi borku 100 ming berdim, ertaga nima bu 110 ming emas deb sпрос qilib oladigan odamlar-da. Bitta narsa ham bor, aldash ham ko'p-ku. Masalan, hozir siz aytyapsiz, 100 ming beryapti, 70 ming bo'lyapti, da, u logично sпрос qilishi. Nima uchun buni qilyapsan deb? Chunki o'zi определённый masalan risk berish kerak investor, traderga. 10%, da, 20%. Hozirgi vaqtda hamma 50 halol ishlaymiz aka. Agar pulingizni yo'qotib qo'ysam 50% beraman. То есть 100 ming beryapsiz, men yo'qotdim aka deyman, 50 ming beraman. Bunaqa ishlamaydi. Хотя бы там 100 ming beryapsanmi, 10% prosentka, 10% dan keyin pulimni olaman, 10% ni 50 qilamiz. То есть 5 mingga quyasizda, 95 mingga olasiz. Investorlar bu narsani tushunmaydi. Aytadiki, investorlar bu narsani tushunmaydi, aytadiki, "Davay, короче, qilsam, men senga ishonaman, akamiz, ukamiz, do'stimiz,
xuddi treyderga yaqinlashib olmoqchiday bo'ladi, что uni ko'ziga yaxshi ko'rinadi, o'zi pul topib beradi-yu. Orqasidan bam minus ketgandan keyin ulardan kuchliroq yo'q, dushman yo'q. Bir-biriga. O'sha uchun ikkalasida ham aybi bor. То есть investor ham umli bo'lish kerak-da, kimga pul beryapti, proverka qilish kerak, bilish kerak, kim bu, nima bu, istoriyasi qanaqa. Primo kelib bu qanaqadir ikkita narsani bilgani uchun unga pul berib yuborsa, u o'zini ham aybi-da. O'sha uchun huquqni o'sha muhofaza qiluvchi organlarga borganda ham sen o'zing berdingmi? Da. Ishonib qanaqa problema deydi-da. Da, o'zing. Da. O'sha uchun bizada podxalinlik deydimi o'sha? Ko'p. Laganbardorlik ko'p. Ko'radi treyder-ku, qanaqadir 2000-3000 qilib qo'yadi-ku pulni, masalan. O'zi bozorda buy bor, sell bor. Какой-то момент везет. Kiradi, ko'radi, o akajon deydi sizga, уже yaqinlashishni boshlaydi. Как будто aytib ziyofat beradi, boshqa qiladi. Как будто u bilan yaqin bo'lsa, buni pulini shunaqa chotga оборот qilib beradi. Buni ortidan keyin u narsalar qolib ketadi. O'zi yaqinlashyapti-yu, o'zi podxalinlik qilyapti, keyin dogovor, unaqa narsalar qolib ketadi. Bo'ldi, shuni. Bu narsaga e'tibor bermaydi, bu yoqda уже da. O'sha uchun слишком problema o'zi. Endi bu separat bo'ladi, baribir как ajratiladi. Xuddi guruchni kurmagidan qanaqa ajratiladi, baribir hozir bir 5 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yilda odamlar tushunishni boshlaydi. To есть tushunib saralashni boshlaydilar. O'z joyiga kelib ketadi. Nabarot bu progress uchun yaxshi. O'zbekistonda ko'paygani. O'sha pul yo'qotish, qarochi, bu yoq taraflarni, tushundim. Yaxshi bo'ladi. Mana qarang, давайте olaylik. Men trader bo'lmoqchiman deylik-da. Men trader bo'lmoqchiman. Qanaqadir elementarni 5-6 ta qadam men ko'rsatib bering, men shu buy sell ga bosa olay. Qatga anaqa подписка qiling, Binance kammi, bu yoqgami, tilla olish uchunmi, bu olish uchunmi, mana shu aktivlar menga brokerlar kerakmi, har bitta qaysidir qadamni примерно bilish uchun. Bu narsani men uyda o'tirib ham qila olayman, qila olmaymanmi? Da, uyda o'tirib qilib bo'ladi. Nima uchun qilib bo'lmaydi? Просто hozir biz boshlagan vaqt o'sha 2016 oxiri 2017 birjaga kirish, то есть birjadan sotib olish boshqasi вообще сложно bo'lganda, Binance вообще boshqa xil edi, interfeyslari вообще qotib ishlagan, то есть olish uchun chiqardik, Rossiyadan odamimiz bor edi, unaqa qilib spot faqat olardik-da. Siyamasi qiyin edi. Hozir вообще o'zi akkaunt ochasiz, bitta bo'lsangiz olasiz, bitta bo'lsangiz sotasiz. То есть Telegramda P2P market, Binance'da P2P market, уже fizически shu обменникlar chiqib ketgan, то есть kriptovalyutadan. Trading ham xuddi shunaqa. O'zi birjaga kirib, sразу registratsiya qilib, brokerdan boshqasidan registratsiya qilib, buyni bo'lsangiz, уже siz trader. Уже siz trader deb bilasiz o'zingizni, то есть. Lekin bu trader faqat olib sotadigan odam emas, hozir hamma aytadiki, olib sot. Trader analitik. Aslamni analitika qilib bilish kerak. То есть u o'sha uchun ko'proq vaqt yo'qotadi, o'sha uchun ko'proq pul topadi. U savdogar bilan farqi shunda. Savdogar masalan o'z bozorga borsa, kartochka olib sotadiganni, постоянно olib sotib o'tiradi-da. Klient keladi, sotadi, boradi, sotib oladi, ertalab zakup qiladi, oladi, sotadi, oladi, sotadi. Bu yerda bunaqa emas. Bu yerda siz ko'proq analitika qilasiz. Analiz qilasiz, ko'rasiz, moment siz kirib sotib olib sotasiz. Moment. Qanaqadir momentni siz kutib o'tirasiz. Ana o'sha eng qiyin moment. To есть psixologik tayyor bo'lish kerak shu narsa. Sabr kerak. U narsani xohish qilmaydi odamlar. Что bugun kirsin, ertaga o'sha pulini $100 qilsin, ertasi kuni $10,000 qilsin, $100,000 qilsin, xuddi shunaqa unda kiradi. To есть faraz qiling, men bu narsani qanaqa preset qilaman. Ochopatlik, to'g'rimi? Da, ochopatlik. Masalan, 3 kishi masalan PlayStation o'ynagansiz, 3 ta o'rtoq kiradi. Bittasi agar sabr bo'lmasa, ikkalari o'ynayotgan bo'lsa, bitta o'ynay. To есть prosta o'yinda qarab turib bo'lmaydi-da, momentni ko'rib turib bo'lmaydi. Moment o'zi o'ynashi kerak. To есть u buy sellni bosib o'tirmasa o'lib qoladi-da moment. Tushundim. Shu bosib o'tirish kerak xayolda. Yo'q, kutish kerak. Ko'pincha kutish kerak. Analizni qo'ydingmi, o'zingning analiziga ishondingmi? Kutishing kerak. O'sha analiz bilan kirish kerak. O'sha analiz bilan bir хотя бы 100 ta trade o'tirishing kerak. Shundan общий win rate chiqarishing uchun, bilishing uchun shu bu strategiya рабочийmi yo'qmi san uchun. Masalan, example bilan aytaman. GMT degan token chiqqan o'sha vaqtlar, endi 2021-yil biza Medium polностью o'sha komanda bilan ko'rib o'tirardim.
ko'ryapman, Stepn degan loyiha chiqyapti. Уже полностью ijod qilishni boshladim. Qanaqadir o'zi nativniy o'sha tokeni, внутренний tokeni, gain faylari chotki. И bu yangi know-how deydi, o'sha startup play to earnda, o'sha move to earnda birinchilardan bo'lib chiqyapti. И men boshladim. U вообще arzon edi. $400, $500 NFT krossovka olasiz, yugurishni boshlaysiz, sizga tanga beradi. Da. O'shani coinni olishni boshladim. Allokatsiyada qatnashib, u allokatsiyadan boshqa o'sha Binance o'ziga chiqdi, 11% edi olgandik. И tradingdan kirib kelganman u. Trading sistemasini qo'yib chiqdim. Men aytdim, hozir qo'yaman. Mana bu yerdan sotib olyapmanmi? Aniq sotadigan, to есть o'sha market capni, boshqasini, masalan, tokenomikasini analiz qilib chiqib, qanchaga masalan likvidность kirsa bozorga, qancha pul kirsa, token qancha narxi ko'tarilishi mumkin, полностью o'zimcha analiz qilib chiqdim, endi полностью. И o'shanaqa analiz qilib chiqdim. Mana bu yerda sotaman, mana bu yerda sotaman, mana bu yerda sotaman, mana bu yerda sotaman. И mana bitta yana sherigim bor. Mana bu yerda sotaman, 20% bu yerda sotaman, 30% bu yerda sotaman. Shunaqa qilasiz. Aniq planirovka bilan boshidan. Tipa 100% ni bitta ma'miz skachokda emas, 20% bu yerda shunaqa ko'pchilik shunaqa qilar ekanda. Ruslar bilan ishlardim. Bitta rus bor edi. U sotmadim dedi. Men aytdim, dedi bu Solanani borib quvib yetadi. Solana o'sha vaqt 100 nechi 200 ga qarab borgan. Men aytdim, "Lad bormaydi bu yergacha. Bu borish uchun mana bunaqa kapital bo'lishi kerak. Mana bunaqa pul kirishi kerak." U zat qilaman dedi. To есть u hammasini 100% oxirida sotib, katta pul bilan chiqmoqchi. Men o'sha sotyapman. Novichoklarning xatosi. Da. Men o'sha yerdan $200,000 foyda bilan chiqib ketyapman. Vlad уже kutib уже pikka $4 ga chiqdi u coin. Da. Manda $4 ga chiqqanda ochig'ida yo'q edi o'sha narsa. Sotib bo'lganman. Da, sotganman. Уже нормальный X lar berib tashlagan. 100X gacha berib tashladi уже coin. Bu sotmayapti. Что hozir bu $100 bo'ladi, уже hype. Уже xayolida millioner mavjud. Da. $300 million. Da. Вообще manda krossovka слишком ko'p edi. Yuguradiganda endi krossovkalarni keyin men полностью kirib marketni ijod qilishni boshladim. Xitoyda banlar berishni boshladi, Xitoyda fermalar qilishni boshladi odamlar. O'sha NFT krossovkalar bilan mint qilsangiz 3-chi chiqadi, shunaqa. И ko'rdim ban berishni boshlandi. Уже men aytdim, уже chiqish kerak bozordan. U aytayaptiki, BNB krossovkalar qimmat, BNB o'sha blockchainda ham qilinyapti dedi. BNBniki qimmatroq, Solanaga nisbatan undan qilib ko'proq foyda olamiz. Men aytdim, yo'q, men chiqaman. Chiqma zo'r